Bitta kvartirani puliga tushadigan aviabiletlar haqida eshitganmisiz? Bu dunyodagi eng qimmat biletlar hisoblanadi. 3-o'rinda Emirates First Class Suite, New York Dubay yo'nalishi. Narxi odatda $20,000 atrofida bo'ladi. Airbus 380 va Boeing 777 samolyotida biletlar mavjud. Har bir yo'lovchi uchun shaxsiy yopiq suit va katta kreslosi esa kravatga aylanadi. Hattoki shower spasi ham bor. Parvoz paytida tasavvur qiling, osmonda dush qabul qilib ketsangiz bo'ladi. Ikkita keng hammomi bor. Faqat first class uchuvchilari foydalansa bo'ladi. Dushdagi issiq suv limiti esa 5 minut hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda Singapore Airlines Suite, ya'ni Singapur New York yo'nalishi. Narxi $23,000 atrofida chiqadi. Bunda Book the Cook, ya'ni parvozdan oldin menyuni zakaz qilish xizmati mavjud. Shaxsiy styuardessa esa faqat siz uchun xizmat ko'rsatadi. Bu dunyodagi eng uzun tijorat parvozi hisoblanadi. Va nihoyat, birinchi o'rinda esa Etihad Airways, The Residence Abu Dhabi New York yo'nalishi. Narxi esa bir yo'nalish uchun $35,000 ni tashkil qilishi mumkin. Bu dunyodagi eng qimmat biznes klass bileti hisoblanadi. 3 ta alohida xonasi mavjud. Bular living room, yotoqxona hamda shaxsiy hammom va eng qizig'i esa shaxsiy xizmatkor ham bo'ladi. Parvoz davomida faqat siz uchun xizmat ko'rsatadi va oshpaz esa menyuni yo'lovchining xohishiga qarab tayyorlaydi. $35,000 ga samolyotga bilet olgan bo'larmidingiz yoki qandaydir tijoratga sarflarmidingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.